Birinchi raqamli qahramon juda muammoli, yo'q, u zerikarli. Ehtiyot bo'l, yana bir marta ko'rishsak men seni basharangni bizaman. Adashib qoldingmi? Qaysi ahmoq urushda bunaqa bema'ni kiyim kiyadi? Hoy sen, meni ataylab mensimayapsanmi yoki rostdan ham ahmoqmisan? Mayli, aqlingni kiritib qo'yishim kerak shekilli. Kimdir menga gapirayotgandek tuyulyapti. Bu yerda kimdir bormi? Sen bilan tanishganimdan xursandman. Men Shinobi ma'budiman. U nima deyapti? Genjutsu yordamida bu buzuq dunyoni to'g'irlayman. Ammo buni amalga oshirishim uchun men qurbonlik qilishim kerak. Masalan, kagelardan qutulishim kerak. Men aytaman, mening hobbiyim qahramonlik qilish. Bu yerga kelishim oldin nimadir noto'g'ri ketdi. Bu kiyim qadimda odamlar kiyib jang qilgan kiyim emasmi? Bu gaping g'alati. Nima demoqchisan? Sen kimsan? Yaxshi, o'zing haqingda hammasini aytib ber. Aks holda shu yerda o'lasan. Yo'q, yuzingiz shubhali ko'rinyapti. Men sizdan shubhalanaman. Men seni chaklang orqali hammasini bilib olaman, tashvishlanma. Men hech qachon bunchalik katta kuchni his qilmaganman. Bu aqlga ham sig'maydi axir. Birinchi hayotimda bu qorong'u dunyoda omon qolish uchun juda ko'p tadqiqotlar qildim. Shu jumladan men boshqa o'lchamga o'tishim mumkin. Uning barchasi yo'q. Bu juda sovuq, yo'q, u hatto o'z sochlarini ham ko'rsatyapti. Menga qo'shib, bu dunyo yaqinda mening qo'limda bo'ladi. Shu tarzda sen juda ko'p foyda ko'rasan. Sening orzularing amalga oshadi. Yovuzlar va qahramonlar dushman bo'lishi kerak. Siz g'azablanyapsiz. Bu birinchi marta qahramon bilan uchrashingiz. Birinchi qahramon bu ham yaxshi bo'ladi. O'ylashimcha, sen shunchaki darajamiz orasidagi farqni hali anglamagansan. Ammo hozir bu farqni o'rganish va hamma narsani aniq tushuntirish uchun eng to'g'ri vaqt. Yaxshi. To'xtang, men uni avvalroq o'rgandimmi? Hech qanday chandiq yo'q. Ulkan meteorit toshi. Sen meteorit toshini harakatlantirgan odam qanday inson o'zi? Shuning uchun kimdir eslab, yashil sochli Mitti g'ayratabiiy kuchga ega bo'lgan senmisan? Menimcha bu juda oshib ketdi. Nima qila olasan? Bu dunyoda faqat bir yoki ikki kishi bu toshni yenga oladi. Xo'sh, sen ulardan birimisan? Agar hozir taslim bo'lmoqchi bo'lsang, eng to'g'ri vaqt shu. Iltimos, sezishni olasizmi? Quloqlarim shag'al bilan to'lib ketdi. Agar unday bo'lmasa, o'zim u yerga boraman. Uning taijutsu kuchi tengsiz. Ha, tushunarli. Voy, bunday yovuz odamni yolg'iz qoldirish xavfli ekanligi aniq. Men qaror qildim. Sen yashaysanmi yoki o'lasanmi? Baribir men o'z itoatimga olaman.
Boshqa sirli o'lchovdan kelgan odam menga qo'shil. Rostini aytsam, sening uchun juda xavfli. Bundan tashqari sen qishloqning aholisini ham yo'q qilib yuborishing mumkin. Nima bo'ladi agar men butun shaharni sen uchun yo'q qilsam? Nima dedingiz? Kutib turing, balki bilmaysiz, men eng katta isrofgarchilikka qarshi odamman. Shuning uchun isrofgarchilik bo'lmasligi uchun shaharga tegmayman. Muammo bormi? Bu sening katta muammoing, chunki menga qarshi chiqishga jur'at qil. O'zimni tanishtiraman. Men Uchiha Madara, afsonaviy shinobiylar xudosi. Birinchi qismni tugatib oldik do'stlar. Bu jang 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Siz bizning Neko Dub YouTube kanalimiz va Telegram kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying va aktivlik ko'rsating. Va bundan so'ng biz janglarni yanada tezroq chiqarishda davom etamiz do'stlar. Siz bilan Neko Dub jamoasi bo'ldi.